Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun dam olishimizning 3-kuni. Xudo xolasa, hammanglar yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Men Toshkent shaharidan keldim. Yegiptga Sharm-el-Sheyx zonasiga nima deydi? Dam oladigan turistik putyovkalar bilan. Ana ko'plar so'rayapsizlar, qattasiz deb. Sharm-el-Sheyxga keldik. Dam olgani bir haftalik tur putyovka. Mana ro'za Ramazon kunlari 8-mart bilan skidka bo'lgan ekan. Mana bu bizani gostinitsamizni oti. So'rayapsizlar, ko'plar so'rashyapti. Juda qiyin ekan. Mana Ampach degan gostinitsa ekan. Sharm-el-Sheyx deb qo'yibdi tagiga. Hozir sizlarga shuni chiqib ko'rsatyapman. Sharm-el-Sheyxdamiz, xudo xolasa. Mana hamma yoqda gullar ochilib yotdi, shunaqa chiroyli. Tomosha qilib maza qilasiz. Hammasini. Bu yerda ertalabdan shamol bo'lar ekan. Hozir biza birpas turib, soat 10 da akvapark bor ekan, o'sha yerga chiqamiz. Bolalar o'sha yerda o'ynashadi. Biza 4 kishi keldik. Men, o'g'lim, 2 qiz navaram, Madina Diyora. Keyin sherigim borlar, Muxtabar opam, ularning o'g'illari. Turistik putyovkamiz $400. Narxlarini ayting deyishdi, adres qayerda deyishibdi. Mana sizlarga ma'lumotlar. Sen daptis gulini qaranglar, bargini kattaligini. Voy, вообще chiroyli. Mana qaranglar, voy bu pyostrisi-da bu. Buni bunda kesib, suvga solsangiz ko'payib ketaveradi. Mana kiraverish reseptim deydimi, shunaqa joylari. Kelganlar shu yerda joylashguncha dam olib o'tirib turadi. Hozir mana bu yerga soklar qo'yadi. Sok xohlagan napitkalaringizni. Mana zinalardan chiroyli zinalari. Pastga tushamiz. Biz hozir tepada edik. Mana bitta bizani restoranimiz. Shu yerga chiqamiz. Tapichkalar bor. Hali ko'chalarga chiqamiz. Hozir sizlarga yana kiraverishlarni ko'rsataman. Ana esalomon tushib oldik. Hamma yoqda mana bu kreslo, stul qo'yib qo'ygan, kechqurun ham bemalol mazza qilib dam olib o'tirasiz. Shobodada ayniqsa havo zo'r. Bu mana antlarda kola deysman, qahva har xil. Ana nima deydi, kapuchinolarni biz endi kofeni tushunmayman. Men ichmaganimga navaralarim olib kelaverishadi, hali unaqasi tekin. Bu territoriyada kechgacha nima yeydigan bo'lsangiz tekin. Gamburgerlar ham qiladi. Mana basseyn ko'rinishi. Mana juda ham katta basseyn. Navaralarim chiqib, voy, men bitta mamnaqa ekan, men bitta mamnaqa joyli ekan deyishadi. Hali dengizga olib boraman. O dengiz to'lqinlanishini qarang, voy, naryoqdan. Qarang, men yo tomonga kecham, shu tomon ketyapti. Voy, tavba. Bu yerdagi dengiz 2 xil, qora qanaqa ko'k. Chiziq, xuddi chiziq to'sib qo'ygan, doval qilib qo'yganga o'xshaydi. Biz umraga borganimizda ham ko'rgan edikda. Hali ertaga xudo xolasa yaxta zakaz qilib qo'ydik. 4 soat unda
yuramiz, aylanamiz. Unda sizlar ham Xudo xolasa men bilan birga aylanasizlar. Mana sizlar ham maza qilinglar deyapman. Suv bilmadim sizlarga qanaqa ko'rinyaptimi, yo'qmi? Rosa u ayolda. Hozir dengizga boramiz. Xonalarimizni ozgina paradik qolamiz deb. Hammasini joy-joyiga qilib, chiroyliligini qaranglar. Mana bu bizning zdaniyamiz. Yangi ko'rayotganlar so'rayverishadi. Qayerda sizlar deb, mana o'shaning uchun boshidan yetib tushuntirganman sizlarga. Tepadan kichkina qizchalarni qaranglar. Hammasi zdaniyasi mana shunaqa. Bizda eshigimiz tegida, biz mana bu birinchi, ikkinchi, uchinchi eshik. O'tgan ikkita kreslocha, stulchik qo'yib qo'ygan. Nimadirlar qilib o'tirsangiz bo'laveradi. Telefonlarni qo'yib qo'yib. Xullas zo'r. $400 o'zi bo'tla qimmat joy ekan. Shu skidga bir bo'lib qopti-da. Mana bu yo'lning ko'rinishi. Mana hurmatli obunachilar, biz tepaga chiqdik-da. Endi akva parkka kelyapmiz. Biz navarlarim ketib bo'lishdi. Ular biz ham yurguncha biz endi sekin boramiz-da. Mana to'ydi gullarni qaranglar. Chiroyli. Hali men sizlarga kitayskiy rozani ko'rsataman. U izgiritlarga o'xshab qalin qilib ekib qo'yishibdi. Hozir ko'rdik uni gullarini. Bu kitayskiy roza ekan. Bizda shuncha avallaganimizda ular to'yda zo'rg'a o'sadi. Mana shu yoqqa ketdilar-yu, boramiz. Voy, bu gulni qarang. Bu yoqdan boramiz. Bu yoqqa ketdilar g'ayrat. Ana, mana akva park. Akva bog'i. Bugun kun salqinroq. Shengman bitta hali odam kam. Yo, boshqalar. Boshqalar cho'milyapti. Quyosh. Mana mala chaylarni qarang. Mana hozir ko'rsataman sizlarga. Shunday quyoshda o'sib yotibdi, buni qaranglar. Ular ko'chalarida hammasi mana shunaqa katta daraxtlar bo'lib ketgan. Rosa chiroyli. Naryoqlarda ham ko'p ekan. Mana. Suv quyib qo'yibdi. Mana. Oho. Bu yoqdan o'tamiz. Muxtabar bu yoqdan. Mana. Buni qaranglar. Bu ham bugun deyil ekan, g'uj sorti bor-ku. Qaranglar. Mana. Va izgirit qilib o'rab qo'ygan. Chiroyli. Mana yana mala chaylar. Quyoshda bilmadim qanaqa olinyapti ekan. Chiroyli. ishchilar bilan shirin so'z. Anti suvni oqishini qaranglar, hozir borib ko'rsataman. O'shalardan tushadi. Nevaralar.
suvni qaranglar chiroyliligini. Yaxshi zo'r, lekin hali salqin. Mana buni qaranglar, go'zallik. Bukinvelia. Hapshi chiroyli katta. Tepasida xurmo. Bu yoqda dam oladigan joy. Tuveda malachay, tagiga petuniya ekib qo'yibdi. Suvlan qarang, hozir tepadan diyorga kelsa tushadi menimcha. Hozir kelishyapti. Ana, voy bolasimi. Yomon tez tushar ekan. Hop. O'zingni qochib yotib olishga avval yaxshi emasmidi? Qarab turinglar, o tepadan bizanikilar tushadi suvdan. Men bu yoqda to'g'risi turibman suvni oldida. Chuqurligi 90 ekan. Mana kichkinasidan tushsin. Madina. Tayyorlanish vaqti. Juda tez sirg'anib tushayotgandi. Ana hozir. Birga tushinglar. Ketdi. Ana. Voy. Ana. Endi Diyora tushsin. Diyora bo'l. Va Diyora sovuqdan qo'rqmaydi. Diyora qo'rqyapti, lekin suv sovuq hali. Ha, o'tir. Ana. Ancha chuqur ekan, qara, men turgan joy ham. Bo'li. Tushmasa ishlarsa beramiz. Ana hozir kelyapti. Ana, voy. Ufti, ana. Voy, zo'r bo'ldi. Ana. Mana bolalarim bilan shu yerdan tushyapti ona bolalar. Mana. Kichkina bolalari muzday suvda cho'milishyapti. Ayoda yana bittasi bolasi. Suvlari zo'r. Hozir obeddan keyin dengizga boramiz. Suvga tushib boramiz, ha. Muzday bo'lsa, oyog'imiz tiqib o'tiramiz. Ana hozir bola otasi bolasi bilan voy ana. Voy. Bu yomon tez tushar ekan bu. Ha, zo'r. To'xta. Maza desatu. Diyora sekin tushyapti suvga.
Hechasi qilmaydi, o'rganib ketasan. Yami bayi. Ana suzishga ketdi endi yora. Endi suvga o'rganyapti. 2 yildan keyin. Mamajon ketdi bog'chaga. Endi quyoshga borib yotadi. Ana hozir o'g'lim ana sariq suv tushayotgan joydan tushadi yana. Qiziqib qoldi. Ana o'tirdi, ketdi ana. Voy. Ana mazza. Diyora sana bitta tush. Diyora. Yuzlari qizarib ketdi bunga cho'milib. Ana yana bitta. Voy mazza. Ana yo'ldan tushdi. Ana. Hozir bolalar tushyapti bu yoqdan. Ketdi ana erkak hozir mana ko'kdan chiqadimi? Sariq ko'kidan chiqishadi. Ko'ki slabiyroq ekan suvi. Sekin tushyapti. Sarig'idan tez tushar ekan. Xullas zo'r. 2 marta u yoqqa, 2 marta bu yoqqa mana. Ha. Putyovkalarni berib turishsa mana. Detskiy, chiroyli. Bu detskiy kichkina basseyn. Chiroyligini qaraydi. Ha, ro. Buraya kirayotganda bunga ahamiyat bermayman deyman. Qaranglar. Fantasiya nashasidan chiqib, bu yog'idan sirg'anib tushadi. Zo'r. Bu yoqdan keluvimdi. Hammadan ham chiqib ketaveramiz. Madina shu yoqdan ketdim. Ham gulini qarang. Chiroyliligi. Dana bo'yatishni qarang. Bizda barglar sarg'ayib ketadi. Qarang, bu chiroyliligini. Nima gul ekan bu? Bu lekin bugun deyli emas. Lekin guli o'xshaydi o'shanga. O'shan sortimi? May. Bir narsa-da. Ha. Chiroyli. Rayhonini bariga qattiqroq, qalin ekan. Bitta ham chiqib ketamiz. Chiroyliligini. Mana rosa guli ko'p ekan. Samolyot ko'rinyaptimi yo'qmi? Bu hozir ko'tarilib ketyapti samolyot. Ana biz dengizga kelyapmiz. Hozir suvlarni ko'ramiz, qanaqa ekan. Mana. O, naryoqni ko'rasizlar, qora rang, ko'k, to'q ko'k, bu yog'i och rang, ikkiga bo'lingan. O'zi ikkiga bo'linmagan. Mana shunaqa o'rtasida chiziq, u suv bu yoqqa o'tsa ham mana shunaqa bo'lib turaveradi. Men buni Makkaga borganda ko'rganman. Ko'rib hayron qolgan edik. Bu o'sha suvni
bir burchoy tomoniga kelganmiz-da. Mana bu yoqlar chiroyli. Manzaralar. Qizlar ketib bo'lishdi navaralar. Teritoriyada chanqa sezam, suv, kofe har xili, marojniy deysizmi, gamburgerlar, pizzalar har qadam mana mashinada ham shuna kirib yeb ichib ketilaveradi. Nevaralar maza qilishyapti. Bu yerdan oldin borib gamburger berayotgan ekan, yeb olishdi. Keyin kirib yana bu yerda o'ziga bir narsalar olib yeyishdi. Mana bitta qum hammasi. Biz mashta ham yalang'och yurish kerak. Qumlarda qizdiradi. Mana suvga boramiz. Mana suvning oldiga keldik. Ana Navaralar diyori. O Madina. Diyora sumkalarni qayerga qo'ydinglar? Sumka. Sumka. Qani? Ha. Bunaqa joylarda o'tirdik, mana salqin. Shu bo'lsa kerak. Ha, o'sha yerga o'tira qoling. O'tiravering, farqi yo'q. O, bismillah, mana bitta hozir o'tirib, keyin suvga tushamiz. Ha, suv mundaroq edi. Mana sizlarga. Aylanib borib ko'rib qaytib kelarkan, uchmas ekan farq. Anaqa uchiryapti, parashyutmi nima? Ko'rdingmi suv? Yo'q, to'lqin yo'naldi. Ha, u mana ketyapti hozir. Keyingisiga odamlar yig'ilyapti. Yaxtalarda uchishgandan ketilar ekan. Biz ham ertaga uchamiz, xudo xolasa. 4 soat sayr qilamiz. Ha. O, naryoqda paraxodmanlar, yaxtami nimadir ketyapti. Ancha uzoqda. O, naryoqda paraxod yana ketyapti. Paraxod yaxtaga o'xshamaydi u. Ikkinchisi ketyapti. Yo, yaxta ana kechiga biza qiladigan, tushadigan bor-ku. Buni atayin xolamadda. Ana bittasi ketib bo'ldi. Sekin yurar ekan. Madina tushib ketyapti. Mana bitta tuyalar olib kelib qo'yibdi. Bu yerda aylantirishib nech bilamdir. Bechoralar quyoshda yotishibdi. Oldida egasi o'tiribdi. Qop-qora bo'lib. Oldiga bormadim. Madina nariyoqqa ketib qolibdimi? Mana hurmatli obunachilar, bugungi olgan videolarim shulardan iborat bo'ldi. Suvni oldida ko'p ololmadim, muzika, shouli bo'lyapti. Lekin zo'r narsalar bo'ldi. Dengizlarga tushib chiqdik. Mazza qildik. Suv shunaqa iliq. Umuman muzdek degan narsa yo'q. Mazza qildik xullas. Shu bilan bugungi videolarim tamom qilaman. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib olinglar, kommentariyalarni yozinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayrlashib qolaman.